Motasını da yapalım. Bu belge özünün aldığı bir gibi yoksa tam hoş bile yani devletlerin çeyrekinde koyadı. Çünkü misal için tam hoş bir başlara toplar ölçen, özün topçumuz Katar var. O Katar aslında topla büyük tuttu. Problem tuttu diyeceğine göre top nezaret tuttu demek avtomobillerine ve adamlara nezaretten ötürüp kim ötürürler çeken adam. Ama ana şu maksatlar böyle diyen bir. Bundan toplar ölçüşen. 3.18.1, 3.18.2. Top 3.18.1 10'a vuruluş takmadı. Demek ona vuruluşunuz mümkün emez. Doğruda çepe arka mümkün. Fakat ona vuruluş mümkün emez. 3.18.2 çepe vuruluş mümkün emez. Ne takmadı? Peki arka kayılmasa bulamadı çekti. Arka kayılmasa buladı. Bir fakat çepe giriş mümkün emez. Buladı. Tak boşu belli fakat bir yine sen takıldı. Demek şimdi olayda çepe vuruluş mümkün emez. Bir tutam. Çepe mümkün emez. Başka yere mümkün. Doğruda mümkün. Ona arka mümkün. Fakat çepe mümkün emez. Arka önemlisiz bu olur. Eğer ondan mümkün emezse fakat ondan mümkün emez. Doğruda çepe arka mümkün. Çepe mümkün emezse fakat çepe mümkün emez. Doğruda ona kayırla başla mümkün. Ona vuruluş mümkün emez. Şundan mümkün. Yok, ona vurulmuş gerek olanda kromadis. Şimdi soru yanlış var, doğru mu? Ona mümkün emezse fakat ona mümkün emez. Kalandan mümkün. Çepe mümkün emezse fakat çepe mümkün emez. Kalandan mümkün. O sebebi o yol bulmam bir tomonlama yol buluşum. Şimdi diyece bu iki belge fakat birinci katman kısmıga nasıl kıldı? Birinci katman kısmı diyemem değil mi? Katman kısmı özü kaçırılıcıya bundan ne kaldı? Mintaka olsa. Yolda ezrat için mintaka olsa. Diyor, beton, atır, Bulmasa ne? rüşotçe, Olmasa olmasa boynu çarraha boyunca. Demek şöyle gel avtomobiler, çeka buluş mümkün emez dedi. Hop, erdemezden ikisi ko'targan ikki katman kısmı ekan. Bundan birinchi bo'lsa ikkinchi. Men yo'l bilan birinchi tutashgan joyi shundan buyon nafasi. Bu yerga shu amal qildi. Bor joydan yana daxli yo'q. Demak, bu yerga aytadi, shu yerda chaqa bo'lmadi, bunga kelmaydi. Bu qarama qarshi o'zi kerakmas bunga, to'g'rimi? Lekin ikkinchisida bunga kelsangiz bo'ladi. To'g'ri bo'lsangiz bo'ladi, unga qayrilasa mumkin. Bu yerga bunga kelmaydi. Bu qarama qarshi, undan yana qarab keldi. Siz bunga kelsangiz qarama qarshi bo'lib qoladi, to'g'rimi? ikinci mintakadagi umumiy mı tushundim axir? Bunga yo'q. Qarama qarshi yo'q. Bundan yana bundan demaydi. Mümkün emas. Bu aytadi, bu qarama qarshi dedi. Bunga kelish mumkin emas dedi. Demak, belgi shundan belgilanib qoladi. Bundan o'tgandan keyin belgi yo'q. Chepadan mumkin. Tushunarli bo'ldimi? Fakat birinchi qatnov qismiga daxldor. Bormi shundan belgilab dedi? Shunday yo'lmi? Urganchda boy yani bir tomonlama yo'llar bo'lsa shunda yo'llarda qo'yiladi. Bir yo'llama. Urganchga borsangiz, o'zingizdan kelasiz. O'ng tarafingiz mashal taraf, to'g'ri bo'lsangiz do'pka etash, bozor, chap bo'lsangiz bu yerda so'ng, bu yerda xalq banki, bank o'rtada bir qirg'izlar bor. Shu yerda kelsangiz, chapa borish mumkin emas deb belgi bor. Hamma to'g'riga boradi yoki o'ngga ketadi, chapa mumkin emas. Keyin bu yerdagi mashinalar do'pka etadigandan bozor amaliyotları yana keyin o'tadi yana. Lekin shu yerda chapa borish mumkin. Bu yerga imon kelmaydi. Bundan buna yerga kelsangiz bo'ladi. Lekin hech kim bilmaydi böyle. Chunki chapa borish mumkin emas, demak yana mumkin emas deb o'yladi. Aslında bu belgi birinchi qatnov qismiga amal qiladi. Bu bordordan buyoqdan o'tmaydi. Bordordan buyona aylanib ketsangiz bo'ladi. Lekin ko'pchilik mumkin emas deb borib bozor aylanib ketadi. Aslında böyle chapa kelsangiz bo'ladi. Damla içinde bazarın arkasında 70 lira çıkacak da şunun belge var ekan çakmadı. Al bozor yolu var. Bozorda Gelsangiz chapa mumkin emas. Doğru çıktılar şöyle damla yani. Tanışım maşinada vardı. Ulan çepe için vardı. Elimde bir şey yapalım ama o da maşin var. Ulan çepe ötecek. Benim danışım çepe ötecek. Öyle çepe ötünemezler. Çıkarmasın önünde yaxşı verin. Oturtmaz. İstemez yani maşallah ona çıkarttılar. Geç raketi. Hem ona çıkarttı. Bize oturtmazlar 5 minuttan beri. Elimde çıkamıyorduk. Çıkamayacağım bir yerden. Keyin bu aslında elimde nasıl dökünüp
benden onlardan gitti. Aslında bunun özünden arayın. Yani ne dursa çepe gidecek. Bize ona gidecek ne oldu? Benim çepe geçiş mümkün emezden belli var. Ona varıp benden adres gerek. Peki şundan çepe çıkışını oturarlar şöyle profil karar. Bize varıp aylan geldik, bu maçı her buraya çepe. Çünkü çepe çıkış mümkün emezden gerek çıkmamalı. Demek birinci çıkartma kısmı kaldı, ikincisinden dahil yok dedik, doğru mu? Eğer ortada elcan için bir takım bulmasın. Arkada düzeltme yok. Çizik koysa. Kalçık koşulan sızığa tızık koyun. Birinci bütün çağrıları yeter, onunla çepe mümkün emez. Doğru ölçü mümkün, onunla etik arkada çepe mümkün emez. Çünkü bu bir katma oluşturuyor. Bu onun bir katma oluşturuyor. Bardır olsa, bardırda ben hemen kalıp benim dahli yok. Bunda iki ne болады? Ha. Ama bundan katma kısmı ikiye bölünür. Çünkü bu birinci katma kısmıya hemen kıladır. Şunu buldu mu? Hop, keyin gireceğim. Orta hayırlı olur mümkün emas. 319 ortaya kayırlı barış takmadı. Kayırlı barışını testler Yunanis Tehamasya'da testi. Yani şimdi yol basar. Güvecen bir video kenarında olacak. Kayırlı barış takmadı. Şöyle cevap abi, kayırlı barışını giremez. Lekin şehre girsen dolanır. Doğru adam yüksek olur. Fakat kayırlı barışını giremez. Bu bir nereden takmıyor. Kayırlı barışını giremez de yerde şehre girseniz boladır. Fakat yine bir nereden takmıyor. Bir yallama yolda o menimçe. Savcılık bir tamamlama olsun. Aa. Shundaylar Kayırlı qo'yiladi. barış takmadan deyen joyda şehre girişiniz mümkün. Şehre giriş mümkün emas degan belgide kayırlı barışınız bo'ladi. Kayırlı olmadan yerde şehre girseniz bo'ladi. Kayırlı barışın testleri yanlış yapamazsınız. Tezkere yanlış dedi, yerdeki arkaya kaydı var, dedi ikisi bir bence. Üçüncü girme, bu öteş takmadı. Bu yeni rastların nereş durumlarla, bu böylece transport dostları için bu öteş mümkün emez. Yeni maşın, büyük maşın farkı yok, yetişim, bu öteş mümkün emez. Demek bilgiler yetişim, bu öteş mümkün emez. Lekin, ağzında getiren transport vasıtası 40 dizlikten kem hareketlenip yatıran olsa bunu bu öteş mümkün. Demek avtomobilde geldirsiniz, kuvvet mümkün emezden belli var. Kuvvetle geldirsiniz. Hiç kuvvet mümkün emez. Demek aldığınızda bir tekinlikler transport vasıtası yatır. 40 dezlikten pes, o zaman traktör yatır, velosipedçi yatır. Bunu kuvvetseniz болады. Çünkü 40'tan pes olsa kuvvetçiniz mümkün. 40'tan berat olsa kuvvetiş mümkün emez. Gayla durgan bo'lsa shuncha ham kellangan ortsa kerak. Endi tezde isbotlab berasiz, bu 40'tan pes yatır. Onu kuvvet mümkün de isbotlab berasiz. Bana bir noshun quvvetting deb kellangan ortsa bo'ladimi? İsbotlab berasiz, hech qanday kellangan aytasiz, 40'tan kam bo'lsa mümkün deysiz. Tasbih urishda kuvvet mümkün emas. Bulara shundan boqana kerak ekan. 40'dan gelmegende 40 tezlikte baratırgan mı? 40 tezlikten kem yatıranı, 30'da 20'de 40'da yatıranı kuvvetiniz olur. 40 tezlikten bilen yatıran, 45 50 60'da yatıran olsa bana kuvvetiniz mümkün emez. Diyelim ki şuna verelim. Üçüncü bir kuvvetiz takılan hudutunu ahir yani kuvvetiniz mümkün. Başta bu belirgini görürsün, kuvvet mümkün emez. Demek ki şimdi kuvvetin gelirseniz. Şeyin bu belirgini çıkar, şimdi kuvvetin mümkün diyen. Bu belirgiden keyin kuvvetiniz mümkün. Yani oldu mu? Çünkü demek ki yük avtomobiller kuvvetiş takmadı. Birinci fakat yük avtomobillerde kuvvetiş takmadı. Yeni avtomobilcisine haftalarca kuvvetiş mümkün. Yük maşına gelse başka avtomobillerin kuvvetiş mümkün emez. Birinci fakat yük avtomobillerde sağlıklı. Bu belge aldığımız gösterken bilgimiz olsa 40'tan kem yatıran taşkarı. Yani 40 dizlikten kem yatırıp 30'da yatırır maşın. Fura yatırır. Furası 30'da yatıran maşın kuvvette boladı. Lekin yani 40'tan birinci yatıran maşın bakar kuvvetmedi. Yengil avtomobil olsa haftalama adamın kuvveti mümkün dedik yani. Lekin bu yük avtomobilde kuvvetini takip edin. Yani oldu mu? İşi belgi testde var, endi avtobusga Siz qiladi. olacak. İşin belge testinde var. Bu belge o'rnatilgan joyda avtobus haydovchisi kuvveti mümkün mü degan savol bor. Mümkün. Mümkünmü? Mümkün. Yük avtomobilimi chaqirib. Adamlar büyük olur. İçinde adam var. Avtobusda basalım değil mi? 40'tan kam yatırgan bo'lsa Avtobus haydovchisi kuvveti mümkün mü? Mümkün emas. Mümkün. Çünkü avtobus yengil avtomobil hisoblanadi. Mal toifasiga kiradi, bilamizmi? Avtobus M2, M3 degan bular avtobuslar. M1, M2, M3 deganlar bular yuk mashinlar.
Ulan iyi başladı. Kurusu yem bilen yen degen maşı turmalı. Ya başka bir turmalı. O da yani. Bir de demek ki avtobus kadası klub öteş kayıtlarına raya kılıp bence halda klub ötüşü mümkün. Çünkü avtobus yengil avtobus toplandı. 323. Yük avtomobilinde klub öteş taklangan hududni oxiri. Endi bu belgidan keyin yük mashinam boshqalarni klub ötüş mümkün qilibdan bilan to'saman. Tushunadi bo'ldimi? 324. 50. Yuqori tezlik cheklangan. Demak, belgida ko'rsatilgan tezlikdan oshirish mumkin emas. Past ketish kerak. Belgi ichidagi o'zgaradi. Misol uchun 100 bo'lishi mumkin, 70 bo'lishi mumkin, 30, 20, 50, 60 farq yo'q. Belgilarcha ko'rsatilgan bo'lsa, shu tezlikdan oshirish mumkin emas. Shundan past yurishni qo'yiladigan belgi bor. Tushunarli bo'ldimi? 325. Yuqori tezlik cheklangan hududni oxiri. Shu cheklov bekor bo'ldi degan. Endi bundan keyin endi dasturlar bor. Misol yo'lda 70 degan belgi bor. 70 dan oshirmay yetkazasiz. Keyin 70 dan ustidan chizib qo'yibdi. Endi 70 dan baland yursangiz bo'ladi. Tezlik cheklangan hududni oxiriga cheklov tugatilgan degan. 326. Tovush vositalaridan foydalanish taqdirida signal chalish mumkin emas degan. O'zi signalni tushunamiz. Ogohlantirish uchun To'g'ri kelingga davoga ham. Yo'lovchilar da mashina Xavf-xatarni oldini olish uchun misol uchun kimdir oldimizdan chiqarib yugurib yoki mashina keyin bosib chiqarib odam yugurib chiqarib shunday vaziyatda signal chalasiz. Geydab qo'yib O'zbekga chiqarasiz, eldingizdan mashina sizga chiqadi. Ana shunday vaziyatda signal chalasiz. Men gapirman qarshida. Ana xavf-xatarni oldini olish maqsadida chalinadi. Aholi shunday signal chalish mumkin emas. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Sanatoriy. Keyin tepki savol bor. Oldingizdan transport vositasini klub o'tishda e'tiborni jalb etish uchun qaysi ishlardan foydalanasiz? Paravanni yoqib o'chirish, keyin signal chalish bor. Bu narsa aholi punktida yoki aholi punktdan tashqarida qarab farqlanadi. Aholi punktida bo'lsa faqat chiroqni o'chirish kerak. Signal chalinmaydi aholi punktida. Aholi punktdan tashqarida signal chalingan olgan ham bo'ladi. Siz yana klub o'tchaysiz. Eldingizdan mashina e'tiborni jalb etish kerak. Klubga chiqsangiz, bu ham chiqib keladi, sizni ko'rmaydi. Shu vaziyatda marketga chiqarish kerak aholi punktida. Signal chalinmaydi. Aholi punktdan tashqarida bo'lsa xalqqa marketda signal chalish mumkin. Aholi punktida signal chalinmaydi, yerdan chiqariladi. Testdan bor. Testda boshqa ikkita o'rin bor. Signal chalinadi, shunda boshqa chalinmaydi. Aholi punktida chalinmaydi signal, aholi punktdan tashqarida signal chalinadi. To'xtash taqiqlanadi. Demak, bu belgi barcha transport vositalarining to'xtashi mumkin emas degan maqsadda qo'yiladi. Savol, to'xtash nima bo'ldi? To'xtash 10 minutgacha harakat qilishi bu to'xtash deb ataladi. Ya'ni 1 sekund tursa, 1 minut tursa bu to'xtash. Demak, bu belgi o'rnida to'xtash mumkin emas, umuman to'xtamas. 1 sekunddan. Harakatlanish kerak. Ya'ni 1 sekunddan turmaslik kerak. Sababi belgi to'xtash mumkin emas dedi. Tushunarli bo'ldimi? Bu belgi birinchi chorrahagacha amal qiladi. Ya'ni yo'llarni birinchi chorrahagacha. Endi mobat domlalar shunda yerda probka bo'lsa majbursan. Ostan deb o'tasan baribir. Niye shunday bo'lsa? Shunday chorraha bo'lsa, bu yerda to'xtash mumkin emas degan belgi bo'lsa. Demak, belgidan keyin to'xtamaysiz. Belgilarda mumkin berdi 7000 dollar. Undan keyin to'xtash mumkin emas. O'tasiz birinchi chorrahagacha amal qiladi. Chorrahadan o'tgandan keyin to'xtash mumkin beradi, to'g'rimi? Chorrahadan 30 metr o'tganida keyin mumkin bo'ladi. O'zi chorrahaga 30 metr degani bu chorrahani o'zini taladi. Belgini vaqtida yo'q berdi. 30 metr o'tgandan keyin to'xtarasiz, belgi bu chorrahagacha amal qiladi. Chorrahadan keyin 30 metr o'tib to'xtaysiz. Haligi urgash mashinalar bor. Urgash mashinalar. Boshib Toshkentda borsan, meni Chorrahadan keyin to'xtash mumkin emas. Ha, deymiz. Toshkentda borsan, Hozirda yan boshlanajakda shu savolni chalg'itamiz, mana yoshlar yo'qlashdi, kengaydi shunday bo'ladimi? Teşekkür. Ardından qaran. Demak, chorrahada o'tgandan keyin bu belgi chorrahaga chorrahada o'tgandan keyin to'xtashingiz mumkin. Xo'p, bu belgini kimlarga daxli yo'q? Ya'ni e'tibor bermang, shu an belgi sizlarni Shu yerda yashashsa Belgilangan yo'nalishda transport vositalaridan taksimetrlik shaxsiy taksistlar. yo'q. Yo'q, yana Belgilangan maqsadlar asoslarni to'g'ri, yana yashash. Shu punktda yashagan aholilar. Shu yerda to'xtaydigan emas. yo'q, yana
bo'lsa, shu joyda yashaydigan odam giraveradi. Yo'q, o'rnashmadi. Varmasa o ikinci o. Bu ikkinchidan boshlanadi. Olmaydi. Ona tushuntiramiz. Belgilangan maqsad transportatsiyadan daxli yo'q, to'g'ri. Yana kimga daxli yo'q? Sarı taksilerle dokuyorlar. Nima uchun sarı taksida? Belgilangan yo'nalish. Yandaki taksi belgilengan. Taksis belgilengen yönelişmez. Taksis havaya gidiyor. Taksi Avtobuslar yoksa bir yolda gidiyor. Belgilengen yolda. Şey, nereye- Havaya gidiyor. Mana farkı taksis bilan belgilangan maqsad transportatsiyasining farqi bor. Belgilangan maqsad transportatsiyasi degani bu davlat belgilab qo'ydi, faqat shu yo'nalishga ketadi. Ulara daxli yo'q. Keyin yo'nalishsiz yengil taksislar dedi. Yo'nalishsiz nerasidan shu yerga, masalan, 208, Yandex taksilar nerasidan shu yerga to'g'rimi? Bu taksislardan bu belgin daxli yo'q. Shu yerda to'xtab odamlarga tushirish mumkin. Ne invalidlere ne? Yo'q, bu orada daxli yo'q emas. Polisler bakıyor. Belgisi polis. O'tlovchi yo'nalishsiz yengil taksislar daxli yo'q. Chunki bu davlatda navoqalar kitobcha qo'ydik, odam tashish. Bu taraf qo'ydi. Demak, shu pul to'lab qo'ydi, ruxsati bor degan. Demak, bu odam olib, mandirib tushirib, ishlashi kerak. To'xtash mumkin emas bo'lgan yerdan odam mandirib tushirishi mumkin. Belgilangan maqsad transportatsiyadan mumkin. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi 328. To'xtab turish mumkin emas. To'xtab turish degan nima degani? Ondan bir tane Demek bu belge o'rnatilgan joyda 10 minutdan ko'p turish mumkin emas. 10 minutgacha tura olasiz. Shu belge bor. 1 minut, 2 minut, 5 minut, 9 minutgacha turasiz. 10 minutdan oshib ketsak bo'lsa, ketishingiz kerak. Bu belgida 10 minutgacha turishingiz mumkin. To'xtash 10 minutgacha bo'ladi. To'xtab turish 10 minutdan ko'p turish degan. 10 minutgacha turish mumkin emas. Umuman mumkin emas. 10 minutdan ko'p turish mumkin emas. To'xtab turish mumkin emas. Bu belgida hamma 10 minutgacha turishi mumkin. 10 minutdan ko'p bo'lsa to'xtashi mumkin emas. Tushunarli bo'ldimi? Bu belgini kim taxlil? Asıllara. yönelişteki bilen taksisler var. Yo'q. Taksiyometr ishlab turgan taksislara yana taksiyometr ishlab turgan taksisda yana misol uchun Şu etrafta yaşayan adamlar. yo'q. Yashaydigan holatda ham temperatura bu belgilar. Yana umuman daxl qilmaysiz. Yashasangiz ham shu belgi amal qilsa kerak. Nagiran'dan başkarsanız. Nagiranlar daxli yo'q. Nagiranlar. Keyin taksiyometr ishlab turgan taksislar. Bu degani taksiyometr ishlab turgan taksisda yana misol uchun 12 yilda Yandex taksi chaqirdim degancha. Ben geldim çıktı. Toplattır ağzı, o katına vereyim bir şey ver dedi. Tutturdu. Vast, acıdan bastı. Bu taksime de var. Şöyle hazır sizin bir saat kütleseyden bir saat kütler oldu. Bu tuttu, bu işe tutturma açına. Ama şimdi taksime de şartlar oldu. O belgede 15 minut, yarım saat, 5 saatten başlamak mümkün. Demek bu belgenin taksimetre işlem tutan taksislara daxli yok. Keyin nagiranlara daxli yok. Bu belgenin nagiranlara daxli yok demedik. Nagiran müstəsnaya bilgi qoyulur. Lakin bunun nagiranlara daxili yox. Yəni taksimetr işləb turan taksislərdən daxili yox. Təhlil olunma? 329. Ayının tam günləri toxtab duruş təqdimadır. Bu həftənin tam günləri emas, ayının tam günləri. Misal üçün bugün 28 doğru, 29 günü toxtab duruş mümkün emas. Yeki axşam 27 günü. Ayının tam günləri 10 minutdan köp duruş mümkün emas. 10 minutda duruş mümkün. 30. Ayının cırt günləri toxtab duruş təqdimadır. Yəni ayının cırt günləri 10 minutdan köp duruş mümkün emas. Demək bugün cırt gündür ama ayının demək bu cırt günü şu belge bolsa sizdə 10 minut keçə durub durasınız, 10 minutdan köp durmuyorsunuz. Çünki ayının cırt günləri toxtab duruş təqdimadır deyən belge var. Bu ayın tam günləri əməl qalır. Düşünəli oldu mu? Xalqdan emas, ayının. 331. Bərə çək dolardan axırı. Altı belgini bekarlama? Yox. Belge 5 çıkmamakta gelmeden 9 belgini talebinin bekar kılıp bırak. Bu belgeler karanlığa. Aynı cipkiler toxtab duruş takınadır. Aynı takdirler toxtab duruş takınadır. Toxtab duruş takınadır. Toxtaş takınadır. Tavuş masasından foydalaş takınadır. Yukarıda ezik çekiləngen. Yukarı sayılığından kuvvetiş takınadır. Kuvvetiş takınadır. Oranın asabat çekiləngen. Şu 9 belgenin gücünü bekar kılıp bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9. Şu 9 belgenin gücünü bekar kalış belge. Yani misal sizde 50'den aşılmayan belge var. 50'den aşılmalıdır. 50'den aşılmayın gelirsiniz. Bu belge geçir bunu mu? Bundan ki 50'den aşılsın mümkün. Lakin sizden bu yok, oradan bu var. Buradan ucunun bekar kalışlar. Yani sizde
Kuvvetme degan belgi bor. Endi degan belgi bor. Keyin to'xtama degan ustuna belgi bor. Endi kuvvet uchun buni qo'yish kerak. Eldini bekor qilish uchun buni qo'yish kerak, to'g'rimi? To'xtashi yana bir. Bu uch belgini birgina belgilar bekor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yo'lda gapirsangiz kuvvetme degan belgi bor. O'tib qolish eldini oshirma. Keyin to'xtama degan belgi bor. O'tib ketdingiz bu belgi bor. Endi kuvvet tezam oldi, ham bekor bo'ldi, eldan tazam bo'ldi, to'xtasham mumkin. O'sha yerda 9 belgida kuchini bekor qilib qo'yish birgina belgi. Lekin kim u belgi shu bizani belgida? O'zi shu 9 dona belgi, asosiy belgi birinchi chorrahgacha aytadi aslında. Birinchi chorrahgacha. Chorrah bo'lmasa har qaysi o'zining cheklovini bekor qiladigan belgigacha. Bu belgi bo'lmasa yana shu belgigacha. Tushunarli bo'ldimi? Testda savol bor, shu 9 belgi rasm qo'yadi. Proje davlatdan chiqish, yondosh hududdan chiqishni yerida o'rnatilgan bo'lsa, shundan keyin kuchi bekor bo'ladimi? Yo'q, bular chorrahgacha aytadi. Proje davlatdan yondosh hududdan keyin kuchi bekor bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, to'xtash mumkin emas degani sariq sidratlar bilan birga qo'llanishi mumkin. Belgi turadi, tenda sariq rangda sidratlar. Shu sidratlarni amal qilish mumkin yoki birinchi chorrahgacha amal qilish mumkin yoki bu belgigacha amal qilish mumkin. Bu belgi bo'lmasa, aholi punktida bo'lsa, aholi punktidan chiqqancha yoki aholi punktdan tashqarida bo'lgan bo'lsa, boshqa aholi punktidan birinchi amal qiladi. Tushunarli bo'ldimi? Chiziq yo'q bo'lsa, chorrahgacha. Chorrah bo'lmasa, yana shu. Xo'p, 332. Xavfli yuk. Xavfli yuk tashiyotgan transport vositalarini harakatlanish taqiqlanadi. Xavfli yuk degani, misol uchun, benzin yetkazilgan sisternalar, gaz balloni zapravkatka, ximiklar, kislotalar, shunday narsalar yetkazilgan avtomobillarni harakatlanishi taqiqlanadi. 333. Portlovchi va tez alangalanuvchi yuklarni tashiyotgan transport vositalari harakatlanish taqiqlanadi. Portlovchi yoki tez alangalanuvchi yuklarni yetkazilgan avtomobillar yurishi mumkin emas ekan. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, keyin shu yerda yashovchi ishlovchilar tutma sozlaridan biri bu nol degan. Yashovchi ishlovchilar daxli yo'q bo'lgan belgilar bor. Bu belgilar shu ikkidan boshlanadi. Ularning hammasi 309 gacha. Shu 9 belgini yashovchi ishlovchilar daxli yo'q deymiz. Yashovchi ishlovchi degani harakatlanish mumkin emas degan belgi turibdi. Lekin shu yerda ishlab turibsiz. Demak, bu belgi sizda daxli yo'q, mashinada sangiz bo'ladi. Lekin mashinada girish mumkin emas dedi, shu belgilar asosida yashaysiz. Uyingiz bor. Mashinani ko'chada qo'yib ketmaysiz, to'g'rimi? Belgi amal qilmasdan to'g'ri mashinada o'tasiz uyingizga. Ana yashovchi ishlovchilar daxli yo'q. Yoki shu hududda joylashgan korxonaga xizmat ko'rsatayotgan shaxslar daxli yo'q dedi. Shu yerdagi korxona xizmat ko'rsatgan bu ishga turadi degan, to'g'rimi? Demak, shu belgilarni yashovchi ishlovchilarga daxli yo'q. Misol uchun, yuk mashinada yurmaganda yuk mashinangiz bo'lishi mumkin o'zingiz ishlasangiz. Yoki motorga traktor bo'lishi mumkin. Keyin belgilangan vosita transport vositalaridan daxli yo'q bo'lgan belgilar. Qaysi belgilar? To'xtash mumkin emas, a? To'xtab turish degan 10 minut turishmi? Belgilangan vosita transport vositasi 15 minut turib odamni o'tirishni bo'ladi. To'xtaydi, odam tushadi, yoki minadi, haydaydi. Oshib qolsa 5 minut bo'lsa kerak, 1-2 minut. Qaysi belgilar?